O'limdan boshqa hamma narsaga davo deyishadi qora sedanani. Agar eshitgan bo'lsanglar, 1001 dardga davo deyishadi. Inshaalloh, albatta sizlar ham sinab ko'ringlar. Bir qoshiq toza asalga 2 qoshiq qora sedanamizni solamiz. Shu idishini 4000 ga oldim qizlar. Bemalol sizlar ham olib buni ishlatsanglar bo'ladi. Kist deysizlarmi, miyoma deysizlarmi, hayz ko'rayotganlardagi ichinglardagi og'riqlar, shamollashlar hammasiga daji befarzandlarga bo'yda bo'lmayotgan ayollarimizga ham daji foyda beradigan, shamollashlarni polni ichinglardan tozalaydigan usul bu. Ertalab bir qoshiqdan yeyishinglar kerak. Chaynamasdan shunday suv bilan yutib yuborsanglar ham bo'ladi. Foydasini sirazi bilasizlar. 10 kun davomida qilasizlar, 20 kun dam olib, xohlasanglar yana ikkinchi kursda davom ettirsanglar bo'ladi qizlarjonlar. Daji immunitetinglarni ham ko'taradi. Juda ko'p kasalliklarga davo. Albatta sinab ko'ringlar. Shifo bo'lsin, davo bo'lsin.